yaxshi marmarda ishlashi, polirovka qilib ishlashi bitta eng nozik tarafi bor. Ko'pchilik polirovkada shunisida yanishib qoladi. Polirovkani ustida ishlaganda polirovkani ustida buni prujinaga o'xshagan qumqoq chiziqlar qolishi kerak emas. Ustida qanaqadir changlar, boshqa bir narsa qolishi kerak emas. Shagrayni zerkallik oynaga o'xshab ancha yo'qolgan bo'lishi kerak. Keyin gologramma deydi, shu yaltirashi, pasayib ketishi shunaqa narsalar bo'lishi kerak emas. Shu narsalarga e'tibor qilinsa, polirovka mana nihoyatda zo'r chiqadi. Agar kim polirovkani sifatli darajada, mukammal darajada o'rganishni xohlasa, Meyos akademiyasiga murojaat qilinglar, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Biz polirovkani Navol firmasining texnologlaridan, Mirka firmasining, Trem firmasining texnologlaridan o'rgandik. Ustozlarimizga rahmat deymiz. Bizning mebel sohamizda ham o'sha avtomobilning sohada qo'llanganini uslub qo'llasa juda zo'r bo'ldi. Keyin etapini kamaytirdik. Ancha oson, ancha tezkor uslublarni o'rganib chiqdik. O'zimizni ishlarimizga o'zimiz xosimiz kelyapti. Sizlarning ham ishlaringizga Alloh taolo quvvat bersin. Mana shu hammasi qo'l mehnatida bo'lgan mana. Shu narsalarni ham, imitatsiyalarni ham qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz.